shu yerda o'qisam yaxshi bo'lar. Men bilaman senga nima yaxshi bo'lishini qizim. Qani ketdik. Xo'p. Xo'p, mana xo'p. Adam ashula yetishimga qarshi emaslar. Tabriklayman. Sizni o'lsam. Tabriklayman. Hamma o'zi uchun zo'r bo'lib ketyaptimi? Bugundan stavka oshdi. Endi oyiga 300 dan berasanlar. O'zi surlaring. Alo. Nima gap, Islom kelyapsanlarmi? Короче, maktablarni yig'ib yurganlaringni jam bilib qopti. Boshqa maktab xariydigan bolalariga stavkasini oshirgan. Agar salla bilan shkalga chiqadigan bo'lsa, yomon bo'lar ekan jammi etishi bo'yicha. Demak, kelmas ekansan deysan ham. Nima deganing, o'rtoq? Biz постоянно salla bilanmiz. Gap yo'q, mujik. Mani qiyin paytimda qanaqa поддержка qilganing esimda, o'rtoq. Har doim sen bilanman. Joning sog' bo'lsin. Bo'ldi, o'rtoq, shakka ko'rishamiz. Davay. O'zi bo'ldi. Ketdi. Ya, ketdi. Bola tayyor. Hozir chiqaman. Ancha ko'pi ustimizdan yugurib o'tib ketishadi lekin. Ruhi bermalaring. Agar qo'rqayotgan bo'lsanglar, ketishinglar mumkin. Jam. Biz mashina bilan urushgani keldik. Bitta shapaloqda uxlaydi-yu bular. Tushunmadim. Ani islommi? Ha. O'lgisi kelgandir-da. Sen yaxshi gapga tushunmas ekansan-a? Senga vashcha foydasi yo'q ekan gapirishni. Pastroq gapiru. Salla vashcha oshibsanlar-a? Bugundan stavka 500 bo'ladi, tushundilaringmi? Stavkani ma'mularingga aytasan.
Sanjar ukajonim, yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi, rahmat. Ana ko'rding, o'sha payt meni aldamaganlaringda bunaqa yotmagan bo'larding sen. To'g'ri, o'rtog'ing uchun qilding. Lekin biz ham bekorga ishlab yurganimiz yo'q. Shunaqa jinoyatlarni oldini olish uchun tunu kun xizmatdamiz biz. Hamma sandagi o'z boshimchalik qilib, birovdan qasd olaman desa, bilasanmi nima bo'ladi? Urush, to'polon, janjal, son-sanoq qolmaydi. Sanga o'xshab pichoq yeydi. Shukr qilgan ukajonim, tirik qolibsan. Aldayotganmi, qayerdan bildingiz? Biz ichki ishlarda xizmat qilamiz. Maktabni bitirganimizga ancha bo'lgan. Afsuski, senga yomon xabarim bor. Jinoyatni yashirganing uchun 241 bilan javobgarlikka tortilasan. Tushunarli. Hozircha damingni ol ukam. Mayli, sog'ayib ket. Ko'rishamiz yana. Assalomu alaykum. Yaxshimisan bolam? Yo'q, o'tiraman. Hammasi yaxshi. Bolajonim. O'g'lim, sana bu yerda shu ahvolda yotishingda o'zim men sababchiman. Sizni aybingiz yo'q bu yerda. Senga yaxshi ota bo'la olmadim. Kechir o'g'lim. Kechir. Bolajonim. Больницаdan chiqquncha oyimga qarab turasizmi? Albatta. Albatta o'g'lim. Rahmat. Mayli bolam. Biz bora qolaylik. Yana kelamiz, xo'p? Ehtiyot qiling, xo'p? Sen bola qachondan bo'lasan, ha? Kallang joydami sani? Men senga necha marta aytganman. Qisib yurdim. Qachongacha orqangni tozalab yurishim kerak? Onamlarga rahmim keladi-de. Bo'lmasam o'zim seni qamatib olgan bo'lardim. Aka. Ey akalama. Agar yana bir marta ustingda ish ochilsa, endi yordam bera olmayman, bilib qo'y. Bir-ikki oy odamlarni ko'ziga ko'rinmay turasan. Endi esa tur, yo'qol ko'zimdan. Tur dedim. Assalomu alaykum akajon. Kinaye? Sanjar. Sanjar aka. O'ynagan chiqasizmi? Ha, yo'q chiqadi. Nima qilsam shuni qilasan, ha? O'zing qalay his qilasan? Orotdanmi yo'q? Otasami qilib, kunni do'qib zo'r bo'lib ketasan. Da, keyin baxtlilar bilan yana urush yuraverasan. 2-3 kunda otdek bo'lib ketadi, keyin yana shahlodan uzoqroq yurishni boshlaydi. Qanday mannovrasi bor? Bor, faqat men o'chirib qo'ydim. Buniki buvro ishlatilgan. Ha, ishlatilgan. Bu yengil. O'ynama. Buzib qo'yasan. Jamga nima bo'ldi? Jam ushaldi. Kamida 3 yil oladi endi. 3 yil. Qani bolalar, endi chiqinglar. O'rtog'inglarga ko'p gapirish mumkin emas.
Siz nima qilyapsiz? Tez apparatizga chiqingchi, bo'la qoling. Bor, bu gapini istaylar orza. Turlaring sallagan aytadilar. Bo'pti. Bu mendan bir hol ahvol oling siz. Siz qalaysiz? O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Faqat pichoq tiqqan joyi og'riyapti. O'zi shunaqa bo'ladi. O'tib ketadi. Kuzgi yaproqlar yana sarg'aydi, yana bir yerga bizni ulg'aydik. Unutolmayman o'sha damlarni, qadrli ustoz xush odamlarni, o'sha sho'x makon, yana hayajon, o'smirlik shirin, dunyo bepayon, esimda har on, yana hayajon, bu xotiralar barchaga ayon. Yana meni ortga qaytaringlar, qara endi ortga